Barcha islom, sizlar bilan men o'sha Navruz. Bugun biz butun umrlik bazani ikkinchi qismini olamiz. Qani ketdik. Biz mana bu kon demoqchi edim. Xullas kon topib olay do'stlar, keyin tushaman. Qani buni stopga qo'yib turamiz. Va do'stlar, men o'zimga bitta paqir yasab oldim. Yo'lda mana. Va biz bunga suv olamiz do'stlar. Yomon zo'ra, qaranglar. Kechagina o'rnatdim. Va men g'or topdim. Buni ichiga shpoq deb tusha olamiz. O'xshamay qoldi. Va sizlarga yana bitta resurs pakni ko'rsatmoqchiman do'stlar. Buni ikkinchi qo'lga olsa ham bo'ladi. Mana endi biz shuni tushamiz. Mana. Va do'stlar, biz mana shuncha qolgan rudalarimizni qo'lyapmiz. Tabriklaylar. Mana bu lapis qo'layotdim. Mana ko'rib turibsizlar. Shuni topib oldim men do'stlar. Qanday tushunish kerak buni endi? Men ketdik, qo'lashda davom ettiramiz. Bizga ko'proq buyumlar kerak. Buni ham olamiz. Qaranglar do'stlar, bitta zo'r resurs pak qo'shganman. Ko'ryapsizlar-a? Shunaqa modlar kimga kerak bo'lsa, Astral o'zida mod kanalidan olsalaring bo'ladi. Bu reklama emas, просто menga modlar yoqdi, shuning uchun men faqat shu yoqdan olyapman. Men bu resurs pakni lekin Astral o'zidan olganim yo'q do'stlar, shuni aytib qo'yaman. Mana borki, mana kirkani boshqa chiqib bergan-ku do'stlar. Shuni aytyapman. Keraksiz ishlar biz boshqa shpoq qilib turamiz hozir. Pastda ham bor ekan do'stlar. Balkim olmos toparmiz do'stlar. To'xtanglar. To'xta. Minecraft olam buzilib bitmasin. Endi buni bu yoqqa tashlaymiz. Qaysilardir? Bizga depslet kerak emas. Keyin bu kerak. Cho'chqa go'shti nima kerak menga mol ekan. Mana keyin esa bizga bu nima kerak? Mis biz baribir ishlatmaymiz-ku do'stlar. Shuning uchun ham tashlab yuboraveramiz. Sizlarga savol, men bu kim ko'rdi? Men bu nima kerak bizga? Temir list turgan payt. Bu yoqda yana bitta temir do'stlar. Buni ham kovlab olamiz. Astral o'zga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos do'stlar. Yomon yoqib qoldi shu modlari, tezroq modlar chiqarsin. Astral va do'stlar, biz buni kovlab olamiz. Buni sindirdik mana. Endi esa biz bu sandiqlarda narsalarni olgandek boya temirda kovlab olamiz. Biz endi bu yoqdan nima qilamiz? Chiqib qolishimiz kerakmi do'stlar? Bizga olmos kerak do'stlar hozircha. Buni sindirib olamiz do'stlar. Buni ham va like obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Biz ketaveramiz do'stlar. G'or. Bu tomonda yo bu yoqdan kelgandim do'stlar. Bu tomonni men birinchi marta chiqdi. Bu nima edi? Oltin sabzi ko'rdilaringmi do'stlar? Oltin sabzi bizga kerak. Keraksiz narsalar tashlaymiz do'stlar biz. Tashib ham yubordik. Mana. Menimcha shu tomonlarda olmos bo'lsa kerak do'stlar, yoki bu yoqda tekshirganim yo'q ekan hali do'stlar. Agar olmos bo'lsa bilmadim.
Do'stlar, biz mana shu yoqqa o'tolaylikda, ko'zimga ko'rindimi yo sizlar ham ko'rdilaringmi do'stlar? Va bu yoqda yo'q, buni tagida ham yo'q. Va bu yoqda haqiqatan ham olmos ekan. Muhimi bizga 3 tadan ko'p kerak do'stlar. 3 tadan ko'p kerak. Qani bu yerda nechta chiq ekan? 1 2 3. U do'stlar, bu yerda hozir nechta bo'ladi do'stlar? Bizda hozir 7 ta olmos bor do'stlar. 7 ta olmos. Tabriklanglar. Like obuna bosib qo'yinglar, shuning uchun ham olmos topganimiz uchun ham. Biz bu yerdan chiqa olamiz. Bu yer nima edi bu yer? Xullas bu yerdan chiqib ketamiz do'stlar. Bu yerda suv koni bor ekan. Shader zo'ra do'stlar, shader. Regi shader. Java versiyadagi Bliss shaderiga o'xshaydi bu. Bliss shaderiga. Like obuna bosib qo'yinglar do'stlar, tezroq biz 50 ta bo'laylik do'stlar. Yoki 20 tami. Va Astral o'zga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Shu tezroq mod chiqarsa yaxshi bo'lasiz. Biz endi tepaga chiqa olaylik do'stlar. Mana bu yerdan ehtiyot bo'lish kerak do'stlar, lekin suv qo'yamiz. Mana. Bo'ldi. Endi biz tepaga chiqamiz. Bu yerda ham bor ekan lava. Yana olmos kovlasak ekan do'stlar. Bu yerda ham qo'yaylik birinchi. Voy, bu yoqqa ham oqdi-ku do'stlar. Qo'y. Va mana shu yerga qo'yamiz. Toshga aylanadi do'stlar bu yerda. Endi biz mana shu pastdan tushamiz. Olmos kerak chunki do'stlar bizga. Olmos kerak bizga do'stlar. Olmos. Xullas do'stlar, biz ketaveramiz shu yoqqa. Balkim olmos chiqib qolar. Bu yoqda redstone bor ekan. Redstone ham olamiz, balkim kerak bo'lib qolar kelajakda. Menda hozir bitta zo'r g'oya bor do'stlar. Mana shuni hozir depslate bormi? Ozgina ekan. Biz ozgina yig'a olamiz do'stlar. Depslate kerak bizga. Va bizga 14 ta tosh yetib qolsa kerak yoki undan ham ortiq kerak. Xullasda do'stlar, like obuna bosib qo'yinglar do'stlar, tezroq biz 20 ta yoki 50 ta bo'laylik. Hech kim obuna ham like ham bosmayapti do'stlar. Men qanday video chiqaraman axir? Birinchi qismi uchun lekin uzr so'raysizlar do'stlar. 32 minutlik video bo'lib ketdi. Biz mana shu yoqqa qo'yamiz. Xullas 32 minutlik video bo'lib ketgani uchun men uni qo'ya olmadim. Agar kelajakda qo'yishim ham mumkin. 1 million, 2 million obunachim bo'lib ketsa shunda qo'yarman. Lekin u qismi ham turibdi. Xullas ozgina qo'shishlar bo'lsa do'stlar, kechirasizlar. Biz mana qo'ydik. Endi bu yerda ko'rib ko'ramiz do'stlar. Temir cho'tka. Nomini qaranglar do'stlar. Xullas bu yerda bizga bu yerda narsa bor ekan-ki. Ya'ni lavani yopamiz do'stlar. Bu yerda lava. Bu yerda ko'rib ko'ramiz do'stlar. Bu yerda ham lava bor. Va biz buni yopamiz. Buni tagini ham kovlaymiz. Va bu yerda yo'q ekan do'stlar. Mayli. Qani bo'lmasam biz ketamiz bu yerdan do'stlar. Tashqariga chiqamiz do'stlar. Like obuna bosib qo'yinglar do'stlar, tezroq biz 50 ta bo'laylik. Tepaga mana shu yoqqa chiqamiz biz. Nega chiqib bo'lmayapti do'stlar? Hozir do'stlar, hozir. Mana chiqib olaylik do'stlar biz. Men chiqib ham oldik. Sizlarga yaxshi bo'lsin deb men tungi ko'rish qo'shdim. Iltimos to'g'ri tushuninglar. Sizlar bir g'ira-shirani ko'ryapmanglar dedim. Shuning uchun ham kechiringlar.
Xullas do'stlar, biz mana shu chelagimizni bu yoqqa olamiz va biz pastga tushamiz. Lekin bu yoqqa tushgandim, yana bir marta tushmoqchiman. Mana do'stlar, yana bitta olmos topdik biz. Bu yoqda bitta ekan, yana topsak yaxshi bo'lasdi. Boshqa yo'qmi ekan do'stlar? Kovlab ko'ramiz. Tepasidan ham yo'qmi ekan do'stlar? Qani tepasi ko'raylik. Yo'q ekan do'stlar. Bu pastdachi? Pastda redstone ham kovlab olamiz do'stlar. Xullas, like obunani bosib qo'yinglar. Nima men o'zi xomush gapiryapman do'stlar. Tez gapirishga harakat qilyapman do'stlar. Like obuna uchun. Xullas, obuna like bosib qo'yinglar do'stlar. Biz tepaga chiqib olamiz. Balkim olmos chiqib bo'lsa yaxshi bo'lar. Mana do'stlar, yana olmos topdik biz. Mana bu yerda 3 ta olmos bor ekan do'stlar. Va bizda 10 bitta bor. Tabriklanglar. 10 bitta olmosim bor. Kim shuni bedrockda 10 bitta olmos topgan? Bu yoqda buni ham kovlab olamiz. Yana olmos bormikan do'stlar? Bo'lsa yaxshi bo'lasdi. Mana bu pastroqqa tushaylik do'stlar. Olmos bor bo'lsa yaxshi bo'lasdi. Balkim shu joylarda olmos bordir. Mana shu yoqqa boraylik do'stlar. Bu yerlarda olmos yo'q. Va bu yoqda olmos bormi degan savol. Va olmos va bor ekan do'stlar. Tabriklanglar. Bu yerda chiqib 2 tadan ko'p bo'lsa yaxshi bo'lasdi va 2 ta bor ekan do'stlar, afsuski. Biz buni bitta g'oya ishlatamiz do'stlar hozir. Qaranglar, suvlichilar qo'lga olamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Bunday qilib chiqib olamiz va suvda olamiz. Olin. Va biz oldik do'stlar. Endi esa biz pastda lava ko'rganda bo'lganim do'stlar. Shu lavani ham kovlab olamizmi ekan do'stlar? Ya'ni obsidian yoki boshqa narsami? Plus like obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Tepaga chiqib olay yoki ham bitta olmos topdik do'stlar. Bu yerda bitta ekan, afsuski 14 ta olmosimiz bo'ldi. Tabriklanglar. Bu yerda ham redstone bosib ketdik do'stlar. Like obuna bosib qo'yinglar. Tez so'rab turmasam sizlar bosmayapsizlar do'stlar. Biz endi mana shu yoqqa boraylik qani. Bu yerlarda olmos bormi ekan? Temir bor do'stlar. Tabriklanglar. Temirlarni ham kovlab olamiz do'stlar. Men o'zimga bitta olmoslik kirka yasadim va bu yerda olmos, ya'ni obsidian kovlab oldim 12 ta. 10 tasi boyaga portalga, 2 tasi esa bunga. Xullas do'stlar, men videoni tugatishga qaror qildim. Sizlar bilan vaqtim cho'g' o'tdi. Hammaga xayr, omad, ishlaringizga omad.